samolyot, vertolyot, poyezd, kemada yoki marsrutka, avtobus yoki yengil mashinada namoz o'qish hukmi nima bo'ladi? Uchib ketayotgan samolyot, tez yurar poyezdlar yoki suvda suzib ketayotgan o'sha kemalar. Bularni to'xtatishning iloji yo'q. Shu naqliyot vositalarining ichida ketayotgan odam agar tik turib, ruku, sajda qilib namoz o'qishga qodir bo'lsa deydi, birinchi galda shunday namoz o'qiydi deydi. Lekin uni iloji yo'q, qodir emas. Unda o'tirib o'qiydi. Lekin marshrutkani, avtobusni, taksini, ya'ni yengil mashinalarni to'xtatishning iloji bor-ku. Demak, bunday naqliyot vositalarida o'tirgan holda namoz o'qish mumkin emas. Xoh erkak bo'lsin, xoh ayol. Mani mashinam bor. Namoz vaqti bo'ldi, to'xtab turib mashinadan ichida namoz o'qish mumkin emas. Yoki ayol kishi, unga ham shu masala. Nima qiladi desa, mashinadan tushib turib nima qiladi? Namozini o'qiydi. Ba'zi birlar aytadi-da, ayollar o'sha yo'lda uzr bo'lib qoladi-ku desa, shu opa-singillarimizga aytiladigan gap, o'sha namoz vaqtlarini to'g'irlab, ishlarini shunga to'g'irlasalar, juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Yoki bo'lmasa, mana masjidlar qoshida ayollar namozxonasi ochilgan. Alhamdulillah bizning yurtimizda, farovon yurtimizda-da, ana shu joyga kirib namozlarni o'qib olsa bo'ladi. Esdan chiqarmangki, payg'ambar alayhisolatu vassalom hech qaysi bir farz namozlarini markabning ustida o'qiganliklari haqida rivoyat yo'q ekan. Illo nafl namozlarni o'qish mumkinmi? Mumkin. Markabda safarga ketayotgan odam, misol uchun nafl namozlarni o'qib ketaversin deyiladi. Lekin farz, vojib namozlarni esa nima qiladi? Tushib turib ado qiladi. Nimaga? Ruku, sajda qilishga qodirda bu odam deyiladi. Shuni esdan chiqarmaylik azizlar.